Assalomu alaykum, Asror jamoasining ashaddiy muxlislari. Hammaga xayrli kun deb bo'lamiz. Ayni damda biz tumanimizda joylashgan yigitlarni harbiy xizmatga jo'natadigan voyinkomatga yetib keldik. Bir opajonimiz borlar, viloyat xonimizni tavallud taomlariga tabrik hamkasblari, kollektivlardan bo'ladi. Juda ham ajoyib, juda ham chiroyli o'tkazishga harakat qilamiz, so'z beramiz. Xudo xolasa, like bosib qo'ysangiz bo'ladisizlar. Qarang, xudo bo'lsa Alloh hammamizni izlarimiz olsin. Alloh. Mehribonim onam, yaxshi insonim onam, baxtimga omon bo'ling, o'zimni jonim onam. Eng mehribonim onam, yaxshi insonim onam, baxtimga omon bo'ling, o'zimni jonim onam. Ikki ko'zimning nuri, yuragimning huzuri, hayotimning sururi, o'zimni jonim onam. Ikki ko'zimning nuri, yuragimning huzuri, hayotimning sururi, o'zimni jonim onam. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Qarsa cho'kkan qo'linglar hech qachon dard ko'rmasin. Sizga nasib qildi deb mashq qo'shish bugun bitadi. O'zimizni shaxsiy mulkimiz xudo xolasa. Opajonimizga bitta qarsa javob olamiz. Omon bo'linglar. Qarsa cho'kkan qo'linglar hech qachon dard ko'rmasin. Avvalambor assalomu alaykum. Ushbu fayzli dargohga tashrif buyurgan aziz onajonlarimiz, bir-biridan go'zal latofatli opajonlarimiz bugun juda ham chiroyli shodiyona viloyatxon opajonimizlarni tavallud ayyomlariga tashrif buyurganimizdan biz Asrzoda jamoasi bag'oyatda minnatdormiz. Ilohim opajonimiz umrlari uzoq, tan joylari sog' bo'lsin. Yanagi shu kunlarda ham shunaqangi chiroyli kunlarini, shunaqangi chiroyli davralarini barcha yaqinlar bilan birgalikda Ka'batullohlarda ya Rasululloh, la ilaha illalloh sendan shuni so'ragan edik, sendan shuni tilagan edik. Mana shu joylarga takror kelib labbay kelganish bizga ham nasib qildi deb shunaqa chiroyli kunlaringizda ana shu joylarda ham inshaalloh bo'lishingizni yaratgan egamdan iltijo so'rab qolardik. Bugun kunni tashkil qilib ozgina bo'lsa ham kayfiyatlarga kayfiyat qo'shamiz. E'tiborda baxtimizga doimo omon bo'lsinlar. Shunaqangi yaqinligimizga hech qachon ko'z tegmasin. Mana tepamizdan chiqib turgan quyosh doimo hammamizni bir-birimizga qizdirib tursin deb astoydil bel bog'lagan hamkasblaringiz, kollektivingiz nomidan kelyapmiz. Ilohim barchalarning tan joylari, zavq-umrlari uzoq bo'lsin, qalblarida, dillarida nimaki go'zal orzu-tilaklari bo'lsa, yaratganning o'zi tog'-tog'gacha yetkazishini tilab qolardik. Bugun juda ham chiroyli shodiyona Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga ummat bo'lgan opajonimizni chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Deydilar o'tkinchi dunyosi bir kim, o'tkinchi dunyoda chekmang g'amini, yaqinlar vaqtiga sog' bo'ling hardam, tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Opajon, siz uchun degan dardlarimiz bor. Qarsakinglar bilan topshir. I wanna take you somewhere, so you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. Qo'lga rostlaymiz, sizga ko'rsatmayman. Ko'rganlarni lol qilar, ta'rifin dunyo bilar, tabrikni yomon qilar Asrzoda tortlari. Otasini e'zozlar, onasini e'zozlar, tortlariga hamohang chalinadi kuy sozlar. Aziz va mehribon onajonlarimiz, otajonlarimiz, qolaversa bunaqangi kollektiv mizonimizda borliklarni qadriga yetaylik. Ularga bo'lgan mehrimizni fursat bo'lishi bilan darrov aytaylik deyishgan. Telefoningiz qo'lingizdami? Shashedda ekan. 400 berib keling, endi bir savolim bor sizga.
qo'lingiz ham bolasi qo'lingiz ham keling. Qarziy chopqaysizlar qo'shanimizdagi. Vaqtinglar bor, hamma ishdan ketadigan vaqtga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, xush kelibsizlar. Rahmat. Qaraysiz, gapayda qarang. Yaxshi. Xursand bo'ldingizmi? Xursand bo'ldim. Yoshlarim ham ketdilar, to'g'rimi? Rahmat, hammaga rahmat. Sizni bular yaxshi ko'rishini bilamidingiz? Bilardim. Chunki siz ham yaxshi ko'rasiz-da bularni, to'g'rimi? Madrasa. Bir-biringlarni xafa ham qilib turasizlarmi orada? Yo'q. Agar xafa qilganingizda bular sizni chaqirmasdi, biz kelmasdik bu joylarga. Endi bir savolim bor sizga, maylimi? Mayli. Onamiz borlar, xo'janamiz. Borlar. Ilg'onlari ham bor. Bor. Yaxshi ko'rasiz. Albatta. Chunki bugun onamiz tug'ilgan kunlarida biz farzandlarni qiynalib, siqtalib, xudo o'g'lini qizini tanijon sog'idan bergan, o'zingga shukr qilgan kunlar. Bugun onamiz tavallud kunlari, to'g'rimi? Shunaqa umra qilamizda, ona sizni yaxshi ko'raman deb aytib turasizmi? Albatta. Qachon aytdingiz oxirgi marta? Ko'rganda aytaman. Pul kerak bo'lganda, qiynalganda aytarlar. Bugun aytamiz, bugun baralla aytamiz. Yaxshi ko'raman deganlarda qarzi joylasida kelishdikmi? Onam ham nima telefon qilyapti ekan deb oxirlar kelmayapti. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xabam qanda? Bilaman, tinchlikmi? Ha, tinchlik. Yaxshi ko'rishimni aytib qo'yay, yuribdi, telefon. Bo'ldi mana. Ona opamni yaxshi ko'rsangiz. Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Onajon, men sizni rosa yaxshi ko'raman. Jamiyatda onam. Muf FM.uz taqdim etadi. And I wanna love, but all my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up. And if somebody hurts you, I wanna fight, but my hand's been broken one too many times. So I use my voice, I'll be so fucking rude. Words they always win, but I know I'll lose. And I'd sing a song that'd be just stars, but I sang them all to another heart. And I wanna cry, I wanna learn to love, but all my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love.
munosiblardan onajonlarimiz bilan bir akamizlarga bersak, bular ham qalblarida nimadir bor. Barchamiz bugun guvohlik qilamiz degan umidamiz. Olqishlar bilan Madiy mikrofon qarshisiga akamiz bilan onajonlarimizdan taklif qilib qolamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum barchaga. Xizmatdoshlar, kasbdoshlar, tan joyingiz sog' bo'lsin. Viloyatxon, shukrona kuningiz muborak bo'lib, bundanda yuqori martabalarga erishing. Farzandlar baxtiga, nevaralar baxtiga, hoji ota, hoji ona bo'lib yurishlar barchamizga nasib qilsin. Uzoq yillar mana shu yerda ishlashlik barchamizga nasib qilsin. Hammani ham tan joyingiz sog' bo'lsin. Uyushtirganlarga ham rahmat. Kelganlarga ham rahmat. Xizmatingizga rozi bo'linglar. Rahmat. Tan joyingiz sog' bo'lsin. Uzoq umr ko'ring. Senden sadece dikkat istedim. İstediğin sevilen olmayı gözledim. Assalomu alaykum hamkasblar. Mana bugun Viloyatxonni tug'ilgan kunlari ekan. Men shu fursatdan foydalanib Viloyatxon sizga uzoq umr, sihat, salomatlik tilayman. Oilaviy baxt, nevaralaringiz, oilangiz baxtiga hamisha sog' salomat bo'ling. Bunaqa yoshlardan ko'pini ko'rib yurish nasib aylasin sizga. Mahallamning boylizi, osmonimning yulduzi, xafa bo'lma uchrashgani borolmayman kunduzi. Ko'chang to'la sovchilar, sovchi emas ovchilar. Meni qanday yigitligim hali bilmabdi ular. Hech bir oshiq yurakni ayro qo'ymasin. Sevgimizga qarshilar to'yda o'ynasin. Eshik oshiq moshig'i g'ichirlaydi yo, tunda oshiq moshiqlar pichirlaydi yo. Sendek qizni ko'nglini ololmasam, Majnun og'a meni aslo kechirmaydi yo. Mahallamning boyqizi, hayolimning o'g'risi. Boray desam qorong'idan qo'rqaman-da to'g'risi. Qo'yma jonim alamga, aylangin yagonamga. Mehr bilan kulishlaring o'xshaydi-da onamga. Hech bir oshiq yurakni ayro qo'ymasin. Sevgimizga qarshilar to'yda o'ynasin. Eshik oshiq moshig'i g'ichirlaydi yo, tunda oshiq moshiqlar pichirlaydi yo. Sendek qizni ko'nglini ololmasam, Majnun og'a meni aslo kechirmaydi yo. Mahallamning boyqizi, orzuyimning yulduzi. Yor aytib ko'changdan olib ketdima kunduzi. Yangi hayot boshlanar, omad huzur oshnalar. Yangi kuyov deydi sayay kelin ko'zi yoshlanar. Hech bir oshiq yurakni ayro qo'ymasin. Sevgimizga qarshilar to'yda o'ynasin. Eshik oshiq moshig'i g'ichirlaydi yo, tunda oshiq moshiqlar pichirlaydi yo. Sendek qizni ko'nglini ololmasam, Majnun og'a meni aslo kechirmaydi yo. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu Fayzli kechamiz, burada Fayzli kechamizga yig'ilgan aziz mehmonlar, hurmatli kollektivlar. Endi nima deymiz? Ularda bu tug'ilgan kuningiz bilan opa tabriklayman. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'rib yuring. Doim kollektivimizda ana shunaqa nima deydi? Bir-birimizga mehr oqibatli bo'lib yuraylik, yo'qolmasin mehr oqibatimiz hammamizga ham. Baxtimizga sog' bo'ling, oilangiz baxtlariga sog' bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Sog' bo'ling.
Yashang, sog' bo'linglar o'zingizlar. Endi davraga taklif qilamiz so'z sifati bilan. Sizlar bobida aytamiz. Shoqida. Bog' ko'changdan aylansam, bir ko'rishga shaylansam. Bog' ko'changdan aylansam, bir ko'rishga shaylansam. Yuzlaringga termulib, sochlaringga boylansam. Yuzlaringga termulib, sochlaringga boylansam. Kakillaring talası ye, kuylarimning nolasi. Kırmızı yüzlaringa o'xshar tog'ning lolasi. Kırmızı yüzlaringa ye, o'xshar tog'ning lolasi. Bog' ko'changdan aylansam, bir ko'rishga shaylansam. Yuzlaringga termulib, sochlaringga boylansam. Misalingni ko'rmasam, mening holim yomondir. Kulmay mening holimga, kelmalagim yonimga. Bog' ko'chaning boshida orom bergil jonimga. Bog' ko'chaning boshida orom bergil jonimga. Bog' ko'changdan aylansam, bir ko'rishga shaylansam. Bog' ko'changdan aylansam, bir ko'rishga shaylansam. Yuzlaringga termulib, sochlaringga boylansam. Yuzlaringga termulib, sochlaringga boylansam. Felek burcu'nun bir pıran varsan, haysı sedef burcu'nun mevher şeh varsan, haysı hüten ağusın napayı tatarsan, haysı çemen zarnıyan alayı günlersen. Ya söylemana iyi senem kim ne sever yarsan. Ala yüz, hey kara yüz, hey ala yüz, hey kara yüz boy boy. Kametine bende dur, bağıra servir ama. Çünkü çemen sende olsa yüzün gülnişan. Nanası neyler tüzün bülbülü bir hanıman. Söylemem ey güzel kim sever yarsın. Ala yüz boy boy boy, kara yüz boy boy. Ala yüz gel bere hey, kara yüz gel bere.
yüz yana yüz kara yüz boy boy Muhim o'ynaganlarning oyoqlari hech qachon dard ko'rmasin. Yanagi yil, yanagi kunlarda ham shunaqangi chiroyli kunlarimizda, shunaqangi chiroyli damlarimizda didorlashdik. Har qachon hurmat qilmamizga ham ko'p yillar davomida nasib qilsin. Ozgina bo'lsa ham kayfiyatlarga qo'shilamizmi, opajonimiz biz yaqinlaridan, biz hamkasblardan xursand bo'ladilar. Baxtimizga doimo omon bo'lsinlar deb astrolar bel bog'lagan barcha yaqinlarga ham o'zimizning kattakon minnatdorchiligimizni izhor etib qolamiz. Bugun kunni asosiy sababchisi opajonimizga tilagimiz shuki, o'zingiz ehtiyot qiling. Bizdan uzoqlashmaysiz. Barchangiz xizmatingizda asl savdo jamoasi bo'ldingizlar. Omon bo'linglar.